Assalomu alaykum do'stlar. Yana sizlar bilan g'oyibona ko'rishib turganimizda xursandmiz. Xudo xolasa darvozalarimiz haqida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Xudo xolasa bomba narxda aksiya darvozalarimiz bor. O'sha qo'l mehnat, ruchniy robota darvozalarimizni aksiyaga qo'yganmiz. Kim xudo xolasa videoni oxirigacha ko'rsalang, manfaatli bo'lsa, xudo xolasa bittadan like, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirasizlar. Kimga qanaqa razmer bo'lsa, hozir batafsil razmerlarni aytib o'tamiz. O'sha qo'l mehnat Штафовный pechat darvozamiz, o'sha Samarqand fason, lazer fason, Afsona fason, high-tech uslubdagi darvozalarimizni hammasini to'liq obzorini qilib o'tamiz. Razmerlargacha aytib o'tamiz. Xudo xolasa kimni uyiga, xonadoniga razmer tushadigan bo'lsa, aksiya narxi xudo xolasa 30%, 40% aksiya qilib kimgadir manfaatli bo'lsa, xudo xolasa like tugmachalarini bosib qo'yasizlar. Shu razmerlar kimga kerak bo'lsa aloqa chiqsalang, vodiy bo'ylab dastavka ustanovkasi bor. Boshqa viloyatlarga albatta dastavkasi kelishuv asosida. Xo'p, bo'lmasam darvozalarni haqida qisqacha ma'lumot berishni boshladik. Bittadan like tugmachalarini bosib qo'yasizlar, fikrlaringizni qoldirishlaringiz mumkin. Xo'p, Штафовный pechat darvozamiz ko'rishlaringiz mumkin. O'sha trendda bo'layotgan high-tech pechat darvozamiz, listlarimiz 1-3 ta bo'lgan. Oltga turlarimiz ham 1-3 ta. Bu joylarga o'sha nerjankadan jilovlarni berganmiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Darvozamiz o'ta go'zal. Darvozamiz razmerlariga keladigan bo'lsak, bo'yiga 3,5, eniga 3,40 darvoza. Yangi xudo xolasa reklamaga qo'yganmiz. Shu razmer kimga tushadigan bo'lsa, bu darvozamiz asli 1 kvadrat metrini zakazga bo'ladigan bo'lsa, zakazga 650 ming so'mdan zakazga qilib beryapmiz. Kimdir razmeri tushib qoladigan bo'lsa, 600 ming so'mdan dastavka ustanovkasi bor. Xudo xolasa aloqa chiqarasizlar, ko'rishlaringiz mumkin. Darvoza o'ta cho'tki chiqqan, kraskalari shu devor kraskadan bo'lgan. Matviy laklarni sepirgan. Hop, garantiyasi xudo xolasa 3 yilga garantiyasi bor. Hop, keyingi darvozamizga keladigan bo'lsak, keyingi darvozamiz o'ta gibrid fason, high-tech uslubda ko'rinishda ko'rishlaringiz mumkin. O'sha tepa qismlarini skvoznoy qo'yganmiz. Hop, yondorlarimiz shivelli, отдельный kaletka bo'lgan darvozamiz ko'rishlaringiz mumkin. 2 qavatli variantda listlarimiz o'sha 1.5 stenkada bo'lgan, 6 metrlarimiz hammasi 1.5 stenkada bo'lgan. Hop, to'qima buni 1-2 profillarimizda hammasi 1.5 stenkada bo'lgan darvozamiz. Bu joylarga o'sha nerjankalarni yopishtirganmiz, ko'rishlaringiz mumkin. Tepalarini mana ko'rishlaringiz mumkin. Taglarimiz shivellarda bo'lgan. Darvozamiz razmeriga keladigan bo'lsak, darvozamizning eniga 367, bo'yiga 360. O'sha eniga 370lik xonadonga xudo xolasa darvozamiz tushaveradi. Ustidan zazori bilan qilib qo'yganmiz, tayyor. Darvozamiz kvadratiga keladigan bo'lsak, mana shu 2 qavatli shumkali variant zakazga qiladigan bo'lsak, darvozamiz 1 kvadrat metri 1.200 ming so'mdan zakazga qiladigan bo'lsak, darvozamizni aksiya narxi 1.100 ming so'mdan dastavka ustanovkasi bor. Vodiy bo'ylab xudo xolasa aloqa chiqarasizlar. Xo'p, keyingi darvozamizga keladigan bo'lsak, keyingi darvozamiz lazer fason darvoza, 2 qavatli shumkali variant emas. Bu nimagaki orqasi ham 1.8 da bo'lgan, oldi ham 1.8 da bo'lgan bu darvozamiz. Hop, yondorlarimiz shivellarda, taglarimiz ham ullik shivellar bo'lgan, ko'rishlaringiz mumkin. Tepa qismlari profil bo'lgan. Bu joylarga shu nerjankalarni qo'yib berganmiz. Xohlasangiz nerjankasini qora desangiz, qoraga ham o'zgartirib beraveramiz. Qora desangiz, qoraga ham o'zgartirib beraveramiz. Hop, profillari keladigan bo'lsak, profillari jaqqa javob xudo xolasa 1.7 stenk ishlatganmiz. Любой eshikdan sirkul bo'lsa, kelib lokasiyasini tashlab beramiz. Kelib shu joyda o'zida ham misol uchun tekshirib olishlaringiz mumkin darvozamizni. Stenkalarga umuman xiyonat qilinmagan, xudo xolasa. Hop, to'qima profillar 3.2larimiz 1.5 stenkada bo'lgan, ko'rishlaringiz mumkin. Darvozamiz zakazga 1.300 ming so'mdan xudo xolasa O'zbekiston bo'ylab dastavka ustanovkasi bor. 1.300 ming so'mdan qilib beramiz. Bu darvozamiz razmerlarini yana takror aytib o'taman. Eniga 355, bo'yiga 330 darvozamiz. Aksiya narxi 980 ming so'mdan. 980 ming so'mdan xudo xolasa dastavka ustanovka bor. Gideta o'sha 11 million, 11,5 million atrofiga borib qoladi. Aniq endi hisob-kitob ko'rmaganmiz. Kvadratga shu olaverasiz. 355 ga 330 darvoza oldiga ochiladi, kichkina kalitkasi o'ng o'rta ichkariga ochiladi. Kalitka qismi. Zamovlargacha qo'yib beramiz. Xo'p, keyingi darvozamiz shu skronli darvoza, soqqali fason darvozamiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Darvozamiz yondorlariga 8 ga 8 1.7 stenkadan ishlatganmiz. 8 ga 8 1.7 stenka, 6 yo'llar 1.5 stenka bo'lgan. Listlari 1.8 plyusovidan foydalanganmiz. Darvozamiz 3.5 darvoza. Ko'rishlaringiz 3.5. Bu joylarga nerjankalarni qo'yganmiz. Xudo xolasa
Bu necha ekanini sara desa saraga almashtirib beraveramiz, muammosi yo'q. Xudo xohlasa 2 qavat shumkali variantda bo'lgan darvoza. Qaylan qo'yilgan 6 dollarimiz ham aytib o'tdi. Xudo xohlasa bu darvozamizni ham razmeringizga tushib qolsa 3,5 ga 3,5 1 kvadrat metrini 980 ming so'mdan xudo xohlasa vodiy bo'ylab ustanovkasini qilib beraman. Boshqa viloyatlarga kelishuv asosida. Dastavkamiz kelishuv asosida. Lekin vodiy bo'ylab любой точкаga xudo xohlasa 980 ming so'mdan o'rnatib beraman shu darvozamizni. Где-то 12 million atrofiga borib qoladi darvozamiz. Naqd ko'ryapsiz, zakazga shu darvozani 1 million 200 ming so'mdan 1,5 milliongacha qilib beramiz zakazga. 980 ming tasavvur qiling. Xo'p, keyingi darvozamizga o'tadigan bo'lsak, keyingi darvozamiz afsona fason darvozamiz. Afsona fason ko'rishlari mumkin darvozani o'ta ideal xudo xohlasa. Hop, yondorlarga buni ham 8x8 profildan foydalanganmiz. 1.7 tanka, 6 ga to'rlarimiz hammasi 1.7 tanka, listlarimiz pulsoy 1.8 dan foydalanganmiz. Tepa qismlarini skvozniy qilib berganmiz. Darvozamiz razmeriga keladigan bo'lsak, darvozamizni shu joyida 390 ga, bo'ylari 360. Eslatib o'taman, 390 ga 360 razmer, 1 kvadrat metr zakazga 1 million 400 ming so'm. Aksiya narxi xudo xohlasa 980 ming so'mdan bu ham. Aloqa chiqarasizlar, olib borib ustanovkalarni qilib beramiz. 980 ming so'm. Darvozaga javob xudo xohlasa 1 gram detaliga xiyonat qilmagan, kelib tekshirib olaverasiz. Haligi ko'pchilik kommentariyada videoyingizni ko'radi, endi hamkasblarda asosan. Darvozasini bunaqa darvozaga javob, lakaslarni urib beraman, razmeringizga tushsa, keling, darvozani ko'rib oling, yoqtirib olib ketaverasiz. Gapimga javob, xudo xohlasa. Darvozani ko'rishlari mumkin. Kraskalariga ham xudo xohlasa javob. Xo'p, keyingi darvozamizga o'tadigan bo'lsak, bu ham endi gibrid ko'rishlari mumkin. Buni ham yondorlar asosan shu profilda ishlaganmiz. Buni ham yondorlar 8 ga 8, xudo xohlasa ko'rishlari mumkin. 1.7 tanka. Listlarimiz pon 2 qavatli variantda bo'lgan. Bu darvozamiz ham darvozamiz razmeriga keladigan bo'lsak, bo'ylari 3,5, enlariga 330. Eslatib o'taman. Hop, 330 ga 3,5 bo'yi. Darvozamiz zakazga 1 million 300 ming so'mdan 1,5 milliongacha qilamiz shu darvozalarni. Aksiya narxi 980 ming so'mdan. Bomba ya xudo xohlasa. Kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirasizlar. Darvozani lakasa tashlab beraman, mana shu Namangan trassani yo'lni bo'yida xudo xohlasa hozir to'liq obloshkani ham videoga olamiz. Xudo xohlasa sheyga kelib darvozani ko'rib, yoqtirib pul sanab olib ketishaversa. Ko'rishlari mumkin. Darvoza to'ndi shumkali variantda bo'lgan. Kelasizlar, darvozani ko'rasizlar, yoqtirasizlar. Yaqinroq olib kelsangiz, xudo xohlasa kraskalarni ham ko'ryapsizmi? Tovlanib turadi. Quyosh tushganda boshqacha rang, salqinda boshqacha rang, xudo xohlasa. 980 ming so'mdan yana razmerlarni eslatib o'tamay, eshitmay, bilmay qolganlarga. Xo'p, 330 ga razmerimiz, 330 ga 3,5. Aloqa chiqarasizlar. Xo'p, keyingi darvozamizga keladigan bo'lsa, keyingi darvozamiz shu trendda bo'layotgan high-tech uslubdagi darvozamiz, ko'rishlari mumkin. Bu ham 2 qavatli, 1.8 da ishlangan. 2 qavatli variantda ishlangan, ko'rishlari taglarimiz Chevellerda bo'lgan, yondorlarimiz 8x8 profilda bo'lgan. Bu joylari lazer, bu joylari mana ko'rishlari mumkin 2 qavatli variantda bo'lgan. Tepa qismi yopiq bo'lgan buni. Darvozamiz razmeriga keladigan bo'lsa, eniga 340, eniga 340, bo'yiga 360. Kvadrati zakazga qiladigan bo'lsak 1 million 300 ming so'mdan 1,5 milliongacha qilyapmiz zakazga. O'zbekiston bo'ylab dastavka ustanovka bor. Vodiy bo'lib shu darvozamizni xudo xohlasa 980 ming so'mdan bu ham. Ko'ryapsizlarmi? Darvozalarimiz hammasi lifta darvozalarimiz, ruchnoy rabot, hammasi 980 ming so'mdan aksiya qo'yib yubordik. Darvozaga javob tildan chiqayapti, mana kelib tekshirib olaverasizlar. Kelib tekshirib, yoqtirib pul sanaverasizlar. Xo'p, keyingi darvozamizga keladigan bo'lsak, keyingi darvozamiz Samarqand fason darvoza, ko'rishlari mumkin. Darvozamiz hop, eniga 335, eniga 335. Hop, bo'yiga aniq esimda yo'q. Hop, 25 sentdan nalishga chiqqan. Hozir aniq eslayman, 345 toza bo'ylari, 345 joyi. Buni kesakidan kesakagacha 335 ga 345. Bo'yi 345, eni 335.
Darvoza 2 qavatli variantda Samarqand fason darvoza zakazga 1 million 200 ming so'mdan misol shu darvozani 1 million 600 ming so'mgacha qilinayotgan. Hop, nalichkalari bilan 380 ga 380. Darvozani 1 million so'mdan sanab ketaverasizlar. Kelib, lakasa tashab beramiz, yoqtirib, darvozani ko'rishdan keyin 1 kvadrat metrni 1 million so'mda olib borib ustunovka qilib beraveramiz. Vodiy bo'ylab, xudo xolasa aloqaga chiqaverasizlar. Tepasida o'sha 40 sent nalichkasi bor, yonida 25 sentdan nalichkalari bor. Do'stlar, videoyimiz yoqqan bo'lsa aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Bizning manzillarga keladigan bo'lsak, bizning manzillarimiz Namangan viloyati 3 tuman Jidakapa qishlog'ida joylashgan. Aloqaga chiqsanglar, xudo xolasa hamma darvozalarimiz xudo xolasa cho'tki olib borib ustunovkalarni qilib beramiz. Aytilgan narxda 1 so'm aqabaqasi yo'q, ulgurib qo'yinglar. Ulgurib qo'yinglar. Misol uchun 300-400 prosmotr bo'lgandan keyin o'z egallarini topgandan keyin ertaga kommentariyada yolg'on ekan, boshqa ekan degan gap so'z bo'ladi-da, bu aniq narsa. Shuning uchun do'stlar, razmeringizga to'g'ri keldimi, aloqaga chiqing, sirazi keling, lakasani tashlab beramiz, kelib darvozani yoqtirib pulini sanab, olib borib ustunovkasini qilib beraveramiz. Xudo xolasa, ulgurib qoling, aksiyadan foydalanib qoling. Xalq uchun xudo xolasa xizmatdamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.